Benim ismim Adam. Etner padişahlığının şahzadesi. O yerde sırlık Galiskar kalesi var. O yolvas benim en yaxşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp katlıqta olayım ben. Bana güç kuvvet atakım var! Bu çağda yolvas, eriş yolusu aydınıdır. Ben Heymenge, alemdeki en kudretli Adem'e aydınım. Benim özgür sırımni dostum Şatutberi sol sırız. Yasa ol, deyim kim? Ve Orko üç kişili bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlanta Kalas'ını kelgen alvasla bilen köreş kılınız. Yaxshi bo'ldi, Okko. Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Mening sen xil ilgirlabsan, Okko. Sening saviyan burunqinimdan ko'p eshitdim. Men bundan baxusham. Oho, sen hozir o'z yog'ini xilili tutib ololadigan bo'psan. Bu haqiqiy o'zgarish. Nima deding? O'zgarish? Men burunqi o'xshashlar. Sen azalda bunda maqtab boqmagan. Hech qaysimiz o'zgarmadik. Havo o'zgardi. Men yaqinlaydigan o ko'z qarashni unutib qolding, pistek. Odam degan o'zgaradi. Men shahzodani xatolashdi deyishdan o'ng'aysizman. Lekin odam ilm yaxshi xatoligini ig'ir emas. İnsanın mahiyetinden elip aytganda, yaxshi odamlar hamma yaxshi bo'ldi. Eski odamlar hamma eski bo'ldi. Sen xatolashding, mutlaq xatolashding, Shibiling. Yo'q, hozir o'zgartirishga ulgurmiz. Men qilib to'ydim, Gogin. Sen diyoruz arıldaki barliq güzel neslerini yo'qot deb buyruq qilyapsan. Bu kishilarning nazaridan tushib qolgan ish men endi hargiz qilmayman. Sen nima deyapsan? Mening deginim bo'yicha qil. Bu oralda men buyruq tushiraman. Yo'q, endi apsin o'qib kelkun keltirmayman. Hargizmi qopalmoqlik bo'lmayman. Men asli bir yaxshi ayol sehrgardim. Lekin mening ahmoqligimdan sen meni eski bir odam qilib qo'yding. Sen yana bir yaxshi sehrgar, ham yaxshi, ham eski. O'ylab baq, men sana yordam qilib Dandunshahni og'dirdim. Sen onun bilan bir zindonga solinsan. Lekin men sendan qo'rqmayman, Gogin. Ko'rib baqaylik qani. Sen sehrini düşman işle. Sen düşman. Senin cinayi hükümranlığının emdi kögüm yok. Muhafazetçi. Onu Dandunshah bilan bir zindon solanla. Eğer hile qışaqqa işin ağırsa, onunla bir zindanda tut. Nima? Onu Gogin özünün cinayi şirgimi solap koydu iken de. Dost emas. Dandunshah, senin düşman emasligini emdi bildim. Biraz keçiktin Shibiling. Hozir ikkilimizni Goginning tutquni. Belkim kechikmagandimiz. Mening sehrim bizni zindondan qutuldirib qola olaydi. Lekin men nega bormi? Kim bu bizga yordam bera oladi? Agar sen rastlı jinoyatingni yuvib yaxshi odam bo'ladigan bo'lsang Shibiling, Dandunshah va Xeyman bizni qutuldiradi. To'g'ri, men itnirga berishim kerak. Men cho'qim burunqi jinoyatimni yuyayotganligimni ularga isbotlab berishim kerak. Bu mushkul. Senda kechirishga tegishli joylar bakki. Men bunga tirishman. Men seni erkinlik erishtirishni orzu qilaman. Men buni burulib kutgandim. Men yana biroz saqlab turay. Ular balki sana ishinib qala. Endi mang'in. Tez bo'l. Men yana kelaman. Shoh, sening shohlik taxtida o'ltirganingni ko'rishni orzu qilaman. Krallar, men odam o'zgarmaydi degandim-ku. O yana kechikdi. Kechiringlar, uxlab qopdiman. Bugun ayol sehrgar Shibilingdan bir xabar oldim. Shibiling uni nima qilmoqchikan? Goginni mag'lub qilishga yordam qilishni iltimos qilib ketdi. U jinoiy qilmishni yuvib yaxshi odam bo'lmoqchikan. O'zgaribdimi? Shibiling burun etnirdagi eng qabih ablaqdi. Lekin u hozir yordam talab qilgan qandoq mirat qilib bo'lsin? Oson ish-ku. Yo'q desang bo'ldi. U bek eski narsa. Men anlagan. U bir qushni uzun tutib belajanga aylantirib aytgan. Galiskardagi Shotutberisi ularni asli keltirgan. Oko,
Biz har qanday kishining yordam talab qilishini rad qilmaymiz. Men uni taklif qilib qo'ydim. Uni oliy mehmon qatorida kutib olayli. Uning menga bergan ta'siri yaxshi emas. Әзіріме әпістек, сән белікке оқшаш яқшы боп кеттің, болып му пұтыва белік. Qadirlik padişah, sizlarning meni qabul qilganingizga rahmat. Sizlar mendek burunqi dushmaninglarga kengchilik qildinglar, ishondinglar. Bütün alemning tinchlig'i va ittifoqligi bizning maqsadimiz. Buni oldi bilan etniridan boshlaymiz. Sen bu yerda qarshi elinsan. Menimcha uning osonlashishga bo'lmaydi. Tandil shahning xalqi uni hurmatlaydi. Lekin Gogin uning xalqini qul qilib oldi. Men Goginga yordamlashdim. Bu mening xatoligim. Qulluq tuzum to'limi qabih. To'g'ri gap. Men o'zimni o'zgartdim. Tandil shahti hayot. Lekin u Goginning tutquni. Biz birlikda uni qutqiza olamiz. Biz uni qutqizamiz. Qarğanda biz öz işimizni qılmasak mı boğurek? Uningga xato ishinib qolmasligimizni umid qilaman. Xata bo'lsin kerak yo'q. Seni bu yerga taklif qilishim ayb eling. Sening qobiliyatingni hech kishi selish to'g'ri bo'lmaydi. Rahmat sana Gogin. Sen to'limi baxsizkansan. Shibilingning xoinlik qilib dushmanga aylanib ketishini kim o'ylasin? Uning zodi nimalarni qila oladiganligini bir ko'rayli. Qanday qilib Shibilingni yanada aska ablaqtab ularni ishontira olamiz? Bu to'lamasan. Qara. O kichik narsa uning ishonmaydi. Men bir uchar ajdaho o'yini bilanla unimimni kuchaytiraman. To'g'ri. Men kichik ajdaholarni yaxshi ko'raman. Sen bizni qutqizib olding, Shibiling. Oh, men sizlarning sodiq chaqringlar. U iliq ajdahoni qafasga solib qo'ydi. Men sizlarga aytib qo'yay, u ajdahoning kelishini biladi. Bu uning qiliqi. Bizning bu yerda qandaqmi ajdaho bo'lsin? Men sana aytib qo'yay. Men boya tekshirdim. Xonjamat hayvonotlar bog'chisidan bir ajdaho chiqib ketibdi. Agar bugun Shibiling bo'lmagan bo'lsa, nima ishlar bo'lib ketadikin? Ha, pistek. Ehtimal sen xata so'zlab qo'ygansan. Yo'q, men bu ishni yana o'qigan deb qarayman. Kimning narashi totqanligini o'ylab ko'ringlar. Cho'qin Shibiling. Men muhofizachi qo'shnim qarab kelay. Endi biz so'rsizni yo'qlab kelaylik. Men Shibilingni istay. Shibiling bir iqtidorli sehrigar. Men uni dushman emas, do'st deb qarayman. Nima, u do'stmi? O hozir Goginning dushmani. Uning kuchidan foydalansak, Goginni cho'qim mag'lub qila olamiz. Biz onun ishonishimiz kerak. Biz uningga o'zini oqlash fursati berishimiz kerak. Yaxshini yomon ko'rsatadigan aldamchilardan ehtiyot qilishimiz kerak. Biz Shibilingga fursat beraylik. Ben bunda boran çapının zadını körüp bakmığa. Kelki geldi. Bayraktan oku, bana ben geldim. Bana düşman hata kıldı. Hey! Ben Seymen!
Sen bu yerga nima ishga kelding? Şibilim kalmış kalın. Lıkın o kalkın duruşunu vurup yok atlattı. Hech yo'q, Oko. Yomg'irma to'xtadi. Xuddi sehr qilgandek bu qor yomg'irning kelishimi tez, ketishimi tez bo'ldi. Şibilim kıkan. Çokum şu kıkan. Ben sehirgen. Sehirlerini sezip alalayım. Kabe sehirlerini. Lekin senin paketin yok Oko. Bırak o kelgende bu yan buluvat kayışlarının hemmisini siz mi kırvatsız o? Oh, menimcha onun sehrda qildi. Lekin senin bu paketin yok. Paketga ega bo'lishdan ilgari cho'qim barliq kuchimiz bilan teshikni qo'g'dishimiz kerak. Senin his kılgının toğra oku. Yüz berivatkan hemme iş sehirinin işi. Bırak menin sehrim emes. Ondak kimden? Bilmeyme. Lekin bu sehirlen diyarız arılgın kelivatıda da pis kılme. Sizlar darhol Shibilin bilan Diyaris araligi berib, zolim podshoh Goginning hukmronligini og'dirib, Dandun shohining o'rnini asliga keltiringlar. Ha, fuqarolarning kutgan kuni kelib, Diyaris aralida bayram bo'ladigan bo'ldi. Senin tedbirin yaman emasken aybiling. Shundaq, biz Shibilingga o'zimizni bir tetibli qolmasdan Xaymanni mag'lub qilishimiz kerak. Cho'qim Shibilingni afv so'rashga majbur qilaman. Sizler bilen birlik kelgen gibi pişemen kılıvattım ben. Bu ebe korkunçluk gel. Bana erişmeyenler, bu benim mehbi sehrim bu tutuşturgan işik. Meningcha sening maxfiy sehring maxfiy bo'lmay qopti. Gerek yok. Hazır en muhimi Dandun şahını qutquzib, Qabih Goginning hükümranlığını ağdırıp taşlaş. Bu yer Dandun bazından tutuşudu. Bu yerde çokum kıltakpa. Ben sezdim. Astrak oku. Teviş çıqamanla, Gundu paylanın kuluğu işittik. Minimden esra vermenler. Minim kutum yer tekmeydi. Kırıp tıkalar. Dandun şah aldımızdılar. Ene, onu suluğan zindan. Bu yer ben mürekkepken. Tezdan tayyorlik qil, Oko. O bu yerda ekan, Gundupaymi yo'q ekan. Asma. Shibiling, sening qaytib kelishingni umid qilgandim. Xaymanni boshlab kelsam, men qutulib chiqaman deb o'ylamagandim. Seni qutuldirish uchun Shibiling bizni boshlab keldi. Biz Goginni qo'g'lab chiqarib, Diyaris aralini azod qilmoqchimiz. Andın senin şahlık ornunu eslik keltirmiz. Burunqoğa o'xshash. Bu bir kıltak. Ben burunlu digendim. Kelganligingni qarshilaymiz Shibiling. Xizmatlarning yerimini o'rladik. Yaxshi, bizning planimiz o'xshash. Qaraganda Oko'ning aytgan to'g'ri o'xshaydi. Shibiling bizni aldabdi. Ey, Shibiling, ular nima deyapti? Men sizlarga sodiq, sizlarni aldimidim. Gogin yolg'on aytyotidu. O aramızda bölgünçilik sanmaqçı. Sizlarning onunğa asonla ishinib ketmaydiganliginglarni bilime. Men burunqi xatoligimni tuzitishni o'ylayman. Gogin, men seni ag'dirib, haqiqiy podshoni asliga keltirgil keldim. Hey, meni taxtga tushirasan, yaxshi. Biroq men do'stlaring bilan zindonda o'tib ketishingdan ansirayman. Chunki men yana seninki yordamingga muhtoj emas. To'g'rimi, aybiling? To'g'ri. Shibiling bilan Xayman ikki inglizcha qililiq to'mirishni chiqib o'talamdi. Aybiling. Barliq sehrlar iniq bo'ldi. Men ishonishim kerak Xayman. Bularning hammasini ular qilgan. Ular seni men ishonmaydigan qilmoqchi. Mening degani fursatning borligini ular o'ylamagan. Sana ishonima. Ular xatolashdi. Bizni xatoligini tuzitish fursati bermaydi deb o'yladi. Ular yana xatolashdi.
ikki inglizcha sifirlilikdagi ishik, shundaqmi? Xanımlar, merhamet. Kaçmayın burada. Ben onu salmı taşlap tutup alay deyim. Yaxşı çare. Ha. Qandaq. Bu bağlanıp kaldı da. Rahmet Şibeli. Xizmetinga tayyorman. Rahmet aka. Xizmetinga tayyorman. Endi Goginni topaylı. Bu yoqdan meninglar. Tezroq aybiring. Biroz sehr ishla. Ular hozirla bu yerga yetib keladi. Ula o eshikni menga o'tolmaydi. Mening sehrim ularni to'sib ola oladi. Abla, lekin sen mening muhofizatchilarimni sirtda qoldirib qo'yding. Sen bekda o'tgansan. Men bu yerda tursam muhofizatchining nima keragi bor? Boshqalar oldi eshikda, lekin men yana oq eshikdan maqsammikin. Muhofizatchi. Endi men Goginni tutaman. Men shundoq oson emas. Kuchlari qutlamasdan so'yilishini bilishi kerak. Hemen. Tez çık. Seni qanday qisılganligimni ko'ribdi. Gogin, nega qochmoqchisan? Endi qochib qutulanmaysan. Senin sehrin meningkiga yetmedi Şibeli. Niyetingdan yan xo'jayinim Goginning uyine qayt. Xo'jayinim Gogin emas, sen texim emas. Undaqda meni oyimi dedimi? Men burun sening sehringdan qo'rqqan aybilim. Lekin endi qo'rqmayman. Chunki mening kaynimda qudratlik adolat bor. Undaqda biz ko'rib baqayli. Şibeli, biz endi urushmayli. Biz azaldan yaxshi do'stlardan edik-ku. Unutib qoldingmi? Men qurtqa aylanib ketishga roziki, sening bilan do'st bo'lishga rozi emas. Bo'ladi Şibelim. Undaq bo'lsa ixtiyor o'zingda. Sizlarning ishiginglar puxta emasga. Aybiling tezroq sehr ishla. Harakatni boshlayman, lekin sen uchun emas. Biz yaxshiroq so'zlasak bo'lamdi. Gogin jinoyatiga loyiq natijaga erishdi. Diyoris orli endi shodlik yesh to'kidi. Qiymat va sizlarga rahmat. Bo'libmi sana Şibeli. Sening burunqi qilganlaringni afv qilaman. Sening biz bilan birlikda kelgusini kutib berishingni qarshi olaman. Yeni do'stlarimning yardım bo'lmagan bo'lsa, har qancha qilsam g'alabaga erishamagan bo'lardim. Oko, seni yeni do'stlarimning bir deb hisoblasam qo'shilamsa. Qo'shilma. Ko'rdingmi Oko? Dunyodagi barliq kishilar o'zgaradi. Biz davomli kam qo'saq bo'lib, ular xatoligini tutadigan fursat berishimiz kerak.
Elbette, men daim aytgandek, odam o'zgardi. To'g'ri aytding. Ba'zilar mening ishlatgan sehrimni ko'rmoqchi edi-ku. Meningcha sen o'zingni g'oyib qiladigan sehrni ko'rsatib boq. Ba'zida mening iqtidorimga qiziqadigan odam yo'qdek his qilaman. Keyin ko'rishaylik, ag'ina. Keyin ko'rishaylik bizdak. Sizlar bugungi hikoyada ko'rganinglardek odam o'zgardi. To'g'ri aytding Dila. Shibeling aslida bir intayin eski seriyerdi. Biroq uningda o'zini o'zgartib yaxshi odam bo'lish iqtidori bor. Seningdimi o'zing yoqtirmaydigan ba'zi narsalar bo'ladi. Masalan, nachar illatlar. Aldirab tuz demayman dema. Faqat sen haqiqiy xohlasanglar, yomon odatlaringni o'zgarta olasan. O'zgarta olmaydigan irodaga kelish o'zini o'zgartirishning birinchi qadami.